bu kunda kimda kim ro'za tutadigan bo'lsa Arafa kunida uning avvalgi bir yiliyu keyingi bir yillik gunohlariga kafforat bo'lishligini Allohdan umid qilaman dedilar. Akalar, bu katta bashorat, bu o'ta katta bashorat. Shuning uchun ertaga ahlimiz bilan imkon qadar turib saharlik qilib bir kun ro'za tutadigan bo'lsak, Allohdan umid qilgan bu muborak so'zlariga inshaalloh biz ham musharraf bo'lib qolsak, bandalik nuqtai nazardan xatolarimiz ko'p, gunohlarimiz ko'p, oldi sotdi bo'lsin, tirikchilik bo'lsin, oilaviy nuqtai nazar bo'lsin, ibodatdagi noqisligimiz bo'lsin, hammasiga inshaalloh shu ro'zamiz bo'lib qoladi, kafforat bo'lib qoladi. Ertaga katta bir shu kunning ulug' ibodati takbir tashrif degan mavzu bor. Ya'ni Arafa kunini bomdotidan takbir aytishligimiz boshlanadi inshaalloh. Bu Arafa kuni 5 vaqt namozda, Qurbonlik kunida 5 vaqt namozda va Qurbonlik kunidan keyingi kun 3 kunlik, ya'ni avval Qurbonlik kunidan keyingi 2 kunda to'liq 5 ta namozda va oxirgi kun, ya'ni 5-kunda 3 ta namozida inshaalloh takrorlaymiz. Demak, hammasi bo'lib necha kun? 20 nechta bo'ladi? 23 ta bo'ladi. Arafa kuni 5 ta namoz bomdoddan boshlanadi. Har farz namozidan keyin jamoat bilan o'qiy turgan odamlarga salom, farz namozini o'qib bo'lib shunday salom bergandan keyin Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb aytishlik, takbir aytishlik vojib bo'ladi. Shuning uchun ertadan Xudo xolisa bomdod namozini eslatib qo'yasizlar. Agar imomning esidan chiqib qolsa, jamoat nima qilaveradi? Aytaveradi. Allohu akbar deb hamma nima javob bo'lib aytishligi vojib hisoblanadi. Hattoki buni vojibligi namozdan kechga qolgan odamga ham vojib. Kelganingizdan keyin imom bir rakatni o'qib qo'yibdi, iqtido qildingiz, turdingizda o'zingiz hali qolib ketgan bir rakat yoki 2 rakatingizni o'qib bo'lganingizdan keyin salom bergandan keyin bu takbirni nima qilasiz? Aytasiz. Jamoat aytdi-yu degan gap bo'lmaydi. Chunki jamoatga qaysi bir muqtadi, ya'ni oxirgi rakatiga ilashib kelib qolgan odam ham turib o'zini qolgan rakatlarini qazo qilib o'qigandan keyin